hamma joyga bayroqlarni ildirib qo'yibdi. Voy. Chiroyli shahar ekan. Toping, qaysi davlatdaman, qaysi davlatga trening o'tishga keldim. Va bundan keyin albatta meni yana bitta davlat kutyapti, xudo xohlasa. Bizda sayohatlar boshlandi. Oldin bir marta kelganman bu joyga. Bu ikkinchi kelishim. Tojikiston, vau. Chiroyli ekan. Bu mehmonxonamiz. Zo'r ekan. Voy, bularda qaranglar. Voy, chiroyli ekan, qarang, voy. Bu nima hotel? Ularga qarang. Tojikiston chiroyli ekan. Tojikiston meni juda ham chiroyli joylarga olib kelyapti. Qaranglar. Ay, chiroyli ekan, negadir xira bo'lib turibdi. Tanishamiz. Assalomu alaykum. Bular tanishamiz. Assalomu alaykum. Tojikistonlik Greenleaf korporatsiyasining lideri Sadat opa. Xudo xohlasa bir qadam, qanaqa statusda? Starshий menejer bir qadam. Ertaga xudo xohlasa biz Sadat opaning liniyasiga trening o'tamiz, kuzatib turinglar. Eng chiroyli videolar faqat sizlar uchun va ma'lumotlar albatta. Tojikistonning birinchi hozirgi kunda, ya'ni sayohatim, biznes sayohat desam bo'ladi. Biznes sayohatim boshlandi. Menga yoqyapti, ajoyib. Endi ichkarisini ko'ramiz, qanaqa ekan. Vau, shikarnida. Assalomu alaykum, qalaysiz? Tojikiston chiroyli. Молодцы, zo'r. Biz hozir Tojikistonda chiroyli, ya'ni nima ichyapmiz? Soka, to'g'rimi? Bularda ham shunaqa mevalardan sok bor ekan, qaranglar. Mana bu shokolad ekan, ko'rdingizmi? Mana oqib turishiga qarang. Menga hozir mumkin emas, negaki diyetadaman, bilyapsizlar, shuning uchun men faqat hozir banan va olmani qilyapman. O'zbekistonda ham shunaqa edim. Yana kimlar shunaqa yo'l-yo'lakay mana, ya'ni o'sha hamma joyda qilinyapti hozir bunaqa soklar. Nima bilan nimani qo'shib ichasiz? Masalan, men o'zi sitrus mevalarni yaxshi ko'raman, no mumkin emas, shuning uchun majbur bo'lyapman olma va bananga. Siz nimalarni qo'shib, ya'ni sok chiqarasiz, yozib keting. Va bular qayerimizga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. O'zim kutaman.